Bugun sizlar bilan shu trendiy переходni takrorlab ko'rmoqchiman. Qani ketdik. Qiz aytishi bo'yicha uni sirpanishiga mana shu oddiygina oq naskila yordam bergan ekan. Yuzimga yo maska, yo ko'zim tagiga patchlar qo'ymoqchi edim, lekin patchimiz qolmaganiga menda Lagon brendini pedlari bor ekan. Shu men tayyorman. Endi shu yo'ldan 10 marta sirpanib kelishim kerak. 1 2 3 bormi? Endi sizlar bilan sochimni qurtib lekin men shnurini qayergadir tiqib olishim kerak. Hatto men tiqib olaman. Tiqib olisham bir azob. 2 3 Voy balin. Bunaqa trendiy переходlarni ko'rganingizda oson olinar ekan deb o'ylamanglar. Qanaqa azobligini mana men his qildim bugun. Endi sizlar bilan make-up qilayotganimizni olamiz. Endi sirpanib kelaman. Oy, yiqilib ketardim. Makiyaj qilib oldim. Kipriklarim tushib ketganiga tush surib oldim. Sensodan. Makiyajim tayyor. Endi hozir kiyimimni olib kelaman. Uni ham videoni olsak bo'ldi shu bilan. 2 3 O'xshadim. Shu ko'ylayim kiyib keldim. Endi hozir shuni olsak bo'ldi. O'xshadimi? O'xshadimi yo'qmi? Terlab ketdim. 1 2 3 O'xshadim. Trendiy videoyimni bundan oldingi postimda joylaganman. O'xshabdimi yo'qmi? Like bosib ketinglar. O'xshamagan bo'lsa ham like bosib qo'llab-quvvatlab ketinglar. Axir bunda 3 soatlik mehnatim ketdi.